Rossiyada o'zbekistonlik muhojirlar kaltaklandi. O'zbekiston tomoni yana Rossiyaga nota yo'lladi. Ustyurtda juda katta gaz zaxirasi topildi. Shavkat Mirziyoyev. NATO Rossiya bilan urush holatida. Kreml. Ukraina Rossiyaning yirik neftni qayta ishlash zavodiga zarba berdi. Turkiya o'zining yadro reaktorini ishlab chiqara boshladi. Rossiya barter yordamida sanksiyalarni chetlab o'tmoqda. Prostatit, ikkilamchi bepushtlik, tez peshob, tahorat buzilishidan aziyat chekmoqdamisiz? Jinsiy zaiflik yoki yallig'lanish sizni qiynayaptimi? Endi bu muammolarni birinchi haftaning o'zidayoq bartaraf etishingiz mumkin. Vulkan erkaklar uchun jinsiy faollikni tiklashga, yallig'lanishni yo'qotishga va sog'lig'ingizni yaxshilashga yordam beradi. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Mahsulot yetkazib berish O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. Rossiyada o'zbekistonlik muhojirlar kaltaklandi. O'zbekiston tomoni yana Rossiyaga nota yo'lladi. 2025-yil 13-sentyabr kuni Rossiyaning Vladivostok shahrida bir guruh yoshlar O'zbekiston fuqarolarini do'pposladi. Hodisa haqida O'zbekistonning Vladivostokdagi bosh konsuli Yusuf Kabuljanov munosabat bildirgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda rossiyalik o'smirlar muhojirlarni kaltaklayotgani, ularni haqorat qilib masxara qilayotgani aks etgan. Voqeani yoshlardan biri telefonga yozib olgan. Konsul ma'lumoticha, holat yuz bergan zahoti jabr ko'rgan fuqarolar bilan bog'lanib, ularga huquqiy yordam ko'rsatilgan. Shuningdek, O'zbekiston bosh konsulxonasi tomonidan Vladivostok ichki ishlar boshqarmasiga rasmiy ariza yo'llangan va Primorsk o'lkasi prokuraturasiga tegishli choralar ko'rish zarurligi haqida nota yuborilgan. Izohda ta'kidlanishicha, mazkur voqea O'zbekistonning Vladivostokdagi bosh konsulxonasi va Rossiya huquqni muhofaza qiluvchi idoralar tomonidan alohida nazoratga olingan. NATO Rossiya bilan urush holatida. Kreml. Rossiya prezidenti matbuot kotibining so'zlariga ko'ra, NATO Kiyev rejimiga bevosita va bilvosita yordam ko'rsatmoqda. Uning bu bayonoti Rossiya dronlari Polsha havo hududiga kirib borganidan deyarli bir hafta o'tib yangradi. Polsha hududida taxminan 20 ta uchuvchisiz uchish qurilmasi aniqlangan. Ularning bir nechtasi urib tushirilgan. Bu voqea NATO tomonidan Ukraina osmonini yopish haqidagi bahslarni yanada jonlantirdi. Moskva esa bu tashabbusga keskin qarshi chiqmoqda. Hozirda Rossiya va Belarus Yevropa ittifoqi chegaralarida qo'shma harbiy mashg'ulotlar o'tkazmoqda. Shu bilan birga NATO ham Litvaga harbiy kuchlar va texnikani ko'chirish bo'yicha o'z harbiy mashg'ulotlarini boshlagan. Ustyurtda juda katta gaz zaxirasi topildi. Shavkat Mirziyoyev. Qoraqalpog'iston shimolida joylashgan Ustyurt platosida juda katta gaz zaxirasi topildi. Bu haqda Shavkat Mirziyoyev 15-sentyabr kuni o'qituvchi va murabbiylar kuni arafasida soha xodimlari bilan muloqotda ma'lum qildi. Mamlakatimizda yer osti boyliklarining ulkan zaxirasi mavjud. Ilgari neft-gaz sohasidagi qidiruv ishlari faqat 2,5-3 ming metr chuqurlikda olib borilardi. Bu yil sanoatimiz tarixida birinchi marta Ustyurtda 6,5 ming metr yer qarni burg'ulab, juda katta gaz zaxirasi topildi, dedi prezident. Uning ta'kidlashicha, yangi industrial davr 4-sanoat inqilobini amalga oshirish uchun dunyoda tellur, litiy, selen, grafit, molibden kabi texnologik minerallarga talab bir necha karra ko'paymoqda. 2025-yil iyulida O'zbekiston va Ozarbayjonning Sokar Ustyurtda neft va gaz qidirish va qazishga 2 milliard dollargacha sarmoya kiritmoqchiligi ma'lum qilindi. Tomonlar bitimni 24-iyulda imzolagan. O'zbekiston 24 telekanali efirda loyiha doirasida 100 million tonna neft va 35 milliard kub metr tabiiy gaz zaxiralari aniqlanishi kutilayotgani ma'lum qilingan edi. Ukraina Rossiyaning yirik neftni qayta ishlash zavodiga zarba berdi. Ukraina dronlari Rossiyaning eng yirik neftni qayta ishlash zavodlaridan biriga zarba berdi. Oqibatda hodisa joyida yong'in yuzaga keldi. Bu haqda 14-sentyabr kuni Rossiya rasmiylari va Ukraina qurolli kuchlari ma'lum qilgan. Hujum Rossiyaning Leningrad viloyatidagi Krishi neftni qayta ishlash zavodiga uyushtirilgan. Ushbu obyekt Surgut neft gaz kompaniyasiga tegishli bo'lib, yiliga qariyb 17,7 million tonna neftni qayta ishlash quvvatiga ega. Zavod Rossiyada ishlab chiqarish hajmi bo'yicha top 3talikka kiradi. Leningrad
Volgograd viloyati gubernatori Aleksandr Drozdenkoning aytishicha, Krishi hududi ustida 3 ta dron urib tushirilgan. Ulardan birining qoldiqlari zavod hududiga tushib yong'in keltirib chiqargan. Hodisa oqibatida hech kim jabrlanmagan, yong'in esa tezda bartaraf etilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, bir kecha kunduzda Rossiya, Qrim va Azov dengizi ustida kamida 80 ta Ukraina droni urib tushirilgan. Ukraina dronlari Krishi zavodini 2025-yil mart oyida ham nishonga olgandi, biroq zarar ancha kamroq bo'lgan. Rossiya 3 yildan beri Ukrainaga bosqinni davom ettirar ekan, dronlar har ikki tomon uchun ham asosiy qurolga aylangan. Ammo so'nggi kunlarda bu urush qo'shni hududlarga ham o'z ta'sirini o'tkazmay qolmayapti. Xususan, bir qancha Rossiya dronlari 10-sentyabr kuni Polsha havo hududini buzib kirgan. Bu esa urush chegaradan tashqariga ham yoyilishi mumkinligi haqidagi xavotirlarni kuchaytirmoqda. Turkiya o'zining yadro reaktorini ishlab chiqara boshladi. Rasmiy Anqara boshqa davlatlar ishtirokisiz mahalliy yadro reaktorlarini yaratish bo'yicha milliy loyiha boshlanganini e'lon qildi. Bu haqda Anadolu xabar qilgan. Turkiya sanoat va texnologiya vaziri Mehmet Fatih Kajirga ko'ra, bu energiya mustaqilligini mustahkamlash va importga qaramlikni kamaytirishga qaratilgan milliy texnologik sakrash strategiyasining bir qismi hisoblanadi. Biz boshlagan mahalliy yadroviy reaktorni rivojlantirish chaqirig'i bilan energiya xavfsizligini ta'minlashni, tashqi ta'minotga qaramlikni kamaytirishni va nol sof emissiya maqsadimizga erishishga hissa qo'shishni rejalashtirmoqdamiz. Tenmak va Tubitak institutlari ishtirokida Turkiya sanoatining faollaridan foydalangan holda yuqori texnologiyali reaktorlar ishlab chiqiladi va mamlakatimizda vazirlik va universitetlar ishga tushiriladi. Vazirning aytishicha, tanlovda ishtirok etish uchun arizalar 2025-yilning 31-dekabrigacha topshirilishi mumkin. Rossiya barter yordamida sanksiyalarni chetlab o'tmoqda. Zig'ir urug'i va alyuminiy evaziga Xitoydan avtomobillar va texnikalar olmoqda. Rossiya tashqi savdosida 1990-yillardan beri birinchi marta barter savdosi ulushi ortib bormoqda, deb yozgan Reuters. Shu yo'l orqali Moskva va uning hamkorlari ikkilamchi sanksiyalar bilan bog'liq xavflardan qochishga harakat qilmoqda. Agentlik 1990-yillarda Rossiyada barter savdosi yuqori inflyatsiya va rubl qadrsizlanishi tufayli foydali bo'lganini eslatgan. Hozirda esa dollardagi tranzaksiyalarning cheklangan imkoniyati sharoitida undan foydalanish ortib bormoqda. Xitoydagi ko'plab banklar sanksiyalar ro'yxatiga tushishdan qo'rqadi. Shuning uchun ular Rossiyadan pul qabul qilishni istamaydi. Barter operatsiyalarini kuzatish esa ancha murakkabroq. 2024-yil boshida Rossiya iqtisodiy rivojlanish vazirligi tashqi savdo barter bitimlari navigatorini e'lon qildi. Unda sanksiyalarni chetlab o'tish uchun barterdan foydalanish bo'yicha qisqa tavsiyalar berilgandi. O'shanda vazirlik barter birjasi sifatida ishlaydigan maxsus savdo platformasini yaratishni taklif qilgan. Reutersning yozishicha, bunday sxemalardan tijorat maqsadlarida foydalanishga oid haqiqiy dalillar yaqinda paydo bo'lgan. Agentlik jurnalistlari ilgari noma'lum bo'lgan 8 ta yirik barter bitimini o'rganib chiqdi. Ulardan biri doirasida Xitoy avtomobillari Rossiya Federatsiyasiga bug'doy evaziga yetkazib berilgan. Rossiyalik kontragent Rossiyada donni rublga sotib olib, xitoylik hamkorlarga topshirgan. Ular esa o'z navbatida Xitoyda oldindan yuanga sotib olingan avtomobillarni berishgan. Reuters tomonidan o'rganilgan yana ikkita kelishuvda Rossiya kompaniyalari zig'ir urug'ini maishiy texnika va qurilish materiallariga almashtirgan. Bunda operatsiyalardan birining qiymati 100 ming AQSh dollaridan oshgan. Boshqa operatsiyalarda rossiyalik kontragentlar Xitoyga mashinalar va Xitoy xizmatlari evaziga alyuminiy, boshqa metallar va xom ashyo yetkazib bergan. Pokiston bilan ham bir barter bitimi tuzilgani ma'lum. Bunday operatsiyalarning ba'zilari Rossiya tomoniga sanksiyalar ostida bo'lgan g'arb tovarlarini qo'lga kiritish imkonini berdi, deb ta'kidlagan agentlik manbalari. Reuters agentligining savdo sohasidagi 3 nafar suhbatdoshi bunday amaliyot tobora ommalashib borayotganini tasdiqladi. Shu bilan birga agentlikning yozishicha, bunday bitimlarning shaffof emasligi sababli barter savdosining umumiy hajmini aniqlash juda qiyin.